Ayni paytda mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun yozgi ta'til boshlandi. O'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash maqsadida deyarli har yili nafaqat Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, balki kelajak bunyodkorlari bo'lgan yosh avlod ta'lim tarbiyasiga mas'ul mutasaddi tashkilotlar tomonidan ham o'quvchi yoshlarning yozgi ta'til paytida maroqli dam olishlari, aqlan va jismonan chiniqishlari, ma'naviy jihatdan shakllanishlarini o'zida mujassam etgan tadbirlar tashkil etilib, bu tadbirlarga deyarli barcha o'quvchi yoshlar qamrab olinadi. Joriy yilgi yozgi ta'til butun mamlakatimizda yanada jo'shqinlik va hamjihatlik bilan boshlandi. 2025-yilning 15-may sanasida Maktabgacha va Maktab ta'limi sohasi bo'yicha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan Dolzarb 90 kun loyihasida belgilab berilgan vazifalar soha vakillariga ishchanlik kayfiyatini bag'ishladi va mazkur loyiha doirasida boshlanib ketgan ko'ngilochar tadbirlar eng chekka qishloqlarda ham yuqori saviyada tashkil etilmoqda. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tashkillashtirilgan bayram tadbirining uzviy davomi sifatida Amudaryo tumani Barkamol avlod bolalar maktabi ma'muriyati tomonidan Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida ishlab chiqilgan tadbirlar rejasiga ko'ra may oyining so'nggi haftasida Barkamol avlod bolalar haftaligi bo'lib o'tdi. Mazkur haftalikning yakuniy qismi sifatida joriy yilning 2-iyun sanasida 2024-2025 o'quv yili sarhisobiga bag'ishlangan Quvonchga to'ldiraylik bolalikni shiori ostida tantanali adabiy musiqiy bayram tadbiri o'tkazildi. Bayram tadbirida tuman Barkamol avlod bolalar maktabi va Olmazor mahallasi mas'ullari, tarbiyachi pedagoglar, o'quvchilarning ota-onalari va to'garak rahbarlari ishtirok etdilar. Mang'it shahridagi istirohat bog'ida tashkil etilgan tadbirda tuman Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilarining 2024-2025 o'quv yili davomida erishgan yutuqlari, maktabda faoliyat olib boruvchi turli yo'nalishlardagi to'garaklar a'zolarining axborot texnologiyalari va robototexnikaga oid bilim va izlanishlari tadbir ishtirokchilariga o'zgacha ruh va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ota-onalar esa o'z farzandlarining qobiliyati va iqtidorlaridan mamnun bo'ldilar. Bizning to'garak mashg'ulotlarimiz muntazam ravishda o'tkaziladi. O'quvchilar bilan birgalikda buyuk adiblarimizning asarlarini o'rganamiz, badiiy chiqishlarga tayyorlanamiz, she'riy kechalar, bahs-munozaralar, insholar tanlovlarini tashkil qilamiz. Shu orqali o'quvchilarimizda so'z boyliklari va tafakkuri va notiqlik mahorati rivojlanmoqda. Shu bilan birgalikda biz to'garak faoliyatini Dolzarb 90 kunlik reja asosida yanada tizimli yo'lga qo'ymoqchimiz. Ushbu reja asosida har oyning har haftasida aniq tadbirlar, mavzular, maqsadlar va amaliy mashg'ulotlar belgilab qo'yilgan. Barkamol bolalar maktabi asosan o'quvchilarning maktabdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish hamda har xil kasb-hunarga yo'naltiriladi. Barkamol bolalar maktabida 7 ta yo'nalish bo'yicha 1600 dan ortiq o'quvchilar tahsil olib kelmoqda. Xususan estrada vokal to'garagi, sho'x bolalar jamoasi tumanimizdagi hamda respublikada bo'lib o'tayotgan ko'rik tanlovlarda, tadbirlarda faol ishtirok qilib kelmoqda. Barkamol avlod bolalar maktabi haqiqiy ijod maktabi desak yanglishmaymiz. Kuni kecha bo'lib o'tgan Boysun bahori bolalar folklor tanlovida estrada vokal to'garagi a'zolari sho'x bolalar jamoasi Qoraqalpog'iston bosqichida faxrli 2-o'rinni egalladi. Bundan tashqari mental arifmetika to'garaklarimiz ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Mental arifmetika to'garagimizda ham bir qancha iste'dodli, bilimli yoshlar ko'paymoqda. Respublika miqyosida Dubayda bo'lib o'tgan tanlovlarda faxrli 1-o'rinlarda, oliy o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Tadbirda so'zga chiqqan tuman Barkamol avlod bolalar maktabi direktori Xonimjon Rajapova 2024-2025 o'quv yilida maktab o'quvchilari tomonidan turli ko'rik tanlovlarda, sport musobaqalarida erishilgan yutuqlar va kelgusidagi rejalar haqida so'z yuritib, ishtirokchilarni o'quv yilining muvaffaqiyatli yakuni va 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bilan samimiy tabrikladi hamda farzandlarining kelajagiga befarq bo'lmagan har bir ota-onani Barkamol avlod bolalar maktabida tashkil etilgan va bolalar
bolalarni intellektual rivojlanishga qaratilgan to'garaklar faoliyati bilan yaqindan tanishishga, farzandlarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirish maqsadida maktab bilan doimiy aloqada bo'lishga da'vat etdi. Shundan so'ng 2024-2025 o'quv yilida maktabdagi mashg'ulotlarini turli yo'nalishlar bo'yicha to'liq tamomlagan 677 nafar to'garak a'zolariga maktabni bitirganlik haqidagi guvohnomalar tantanali ravishda topshirildi. O'quv yili davomida farzandlarning to'garaklar mashg'ulotlarida qatnashishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratib bergan eng faol ota-onalardan bir guruhiga tashakkurnomalar topshirildi. Tadbirda so'zga chiqqan Olmazor mahallasi mas'ullaridan O'rozgul Yakubova hamda boshqalar Barkamol avlod bolalar maktabi o'quvchilari orasida xalqaro miqyosdagi ko'rik-tanlovlar g'oliblari ham borligini, maktabda ta'lim-tarbiya ishlari namunali darajada tashkil etilganini alohida e'tirof etishib, to'garaklar rahbarlariga va pedagoglarga chin dildan minnatdorchilik bildirdilar. Quvonchga to'ldiraylik bolalikni ezgu shiori ostida Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida o'tkazilgan tadbir davomida maktabning sho'x bolalar jamoasi tomonidan taqdim etilgan konsert dasturi ishtirokchilarga zavq-shavq bag'ishladi. Haqiqatdan ham bir-biridan sho'x bolalar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, go'zal kuylar va dilbar raqslar tadbirga yanada jo'shqinlik, qalblarga quvonch ulashdi. Butun respublika bo'ylab maktablarda bolalarning yozgi ta'til kunlari boshlandi. Maktabimiz yozgi dam olish kunlarida bolalar bilan gavjum bo'ladi. Ular o'zlarining qiziqqan to'garaklarga qatnashib, bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan Dolzarb 90 kun loyihasi bilan birgalikda barcha hamkasblarimiz Barkamol avlod bolalar maktabi jamoasi ham birlashdi. Bu oldimizga qo'yilgan asosiy vazifa hisoblanadi. Dolzarb 90 kun bu o'quvchi yoshlarning ta'til kunlarini mazmunli tashkil qilish maqsadida tashkil qilingan. Bu reja asosida kecha tumanimiz istirohat bog'ida Quvonchga to'ldiraylik bolalikni tadbiri o'tkazildi. Mang'it shahrida tashkil qilingan maktablar va qishloqdagi maktablar o'quvchi yoshlar hamda ota-onalari bu tadbirimizda faol ishtirok etildi. Sentyabrdan buyon qatnab kelayotgan to'garak a'zolarimizga guvohnomalar topshirildi hamda ota-onasiga tashakkurnomalar ham topshirildi bunda.